Butun dunyo siyosati hamon qishning oxirgi kunida Oq uyda sodir bo'lgan Trump va Zelenskiy o'rtasidagi tortishuv ta'siridan chiqib keta olmayapti. Qanday voqea sodir bo'lmasin, baribir o'sha janjal soyasida qolib ketmoqda. Trump, Vance va Zelenskiy oval kabinetdagi portlashdan keyin amalga oshirgan ommaviy chiqishlarda har qancha boshqa mavzuda gapirishga intilishmasin, baribir gap o'sha mavzuga tortib ketmoqda. Bugun AQSh va Ukraina prezidenti tortishuvidan keyin qanday muhim bayonotlar berilganiga to'xtalamiz. Iltimos videoga like bosing, izohlarda holat haqida fikringizni bildiring. Mr. Vice President, thank you for being with us. Good to see you, man. Appreciate it. Great to be here. Let's go back to the Oval Office Friday. Yep. From your perspective. AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance respublikachilar minbari Fox News telekanaliga intervyu berdi. Vance Zelenskiy bilan uchrashuv haqida gapirar ekan, dastlabki yarim soat davomida Trump Ukraina prezidenti unga yoqmaydigan gaplar aytganda ham diplomatcha yondashuvni saqlab qolib asabiylashmagani, lekin Zelenskiy o'sha zaylda davom etgach vaziyat izdan chiqqanini aytdi. Vance janjal boshlanishida Zelenskiyni ayblagan. AQSh vitse-prezidentiga ko'ra, Zelenskiy keyinchalik Oq uyga qaytib Trump bilan gaplashishni istagan, lekin Trump bunda ma'ni yo'qligini aytgan. Biroq J.D. Vance'ga ko'ra, Trump va Zelenskiy o'rtasidagi muloqotni tiklash uchun eshiklar ochiqligicha qolgan. Prezident Trump bu haqda ochiq aytib bo'ldi. Muloqot uchun eshik ochiq. Faqat bu uchun Zelenskiy tinchlik haqida gaplashishga tayyor bo'lish kerak. Oval kabinetga borib tinchlik kelishuvi detallarini hatto muhokama qilmaslik mumkin emas. Agar ular tinchlik xohlasa, menimcha prezident Trump go'shakni ikkilanmay ko'taradi, dedi Vance. Donald Trump navbatdagi marta jurnalistlar ishtirokida brifingda qatnashdi. Undan Ukraina bilan mineral resurslar bo'yicha kelishuvni saqlab qolish mumkinmi deb so'rashdi. AQSh prezidenti ha deb javob berdi. Keyin undan Zelenskiy muloqotni tiklash uchun nima qilishi kerakligini so'rashdi. U biroz minnatdor bo'lish kerak. Axir AQSh uning eng qiyin kunlarida yonida bo'ldi. Biz ularga Yevropadan ko'proq yordam berdik. Vaholanki Ukraina Yevropa uchun to'siq. Bu Yevropa uchun muhim davlat. Men bu gapim bilan Yevropani tanqid qilmayapman. Shunchaki ular Baydendan ancha aqlli harakat qilishganini aytmoqchiman. Men barchasi tezroq tugashini xohlayman. Urush yillar davomida cho'zilishi kerak emas. Men xushlamaydigan Associated Press nashri bilan suhbatda Zelenskiy urush uzoq davom etadi debdi. Ishqilib u adashgan bo'lsin, degan Trump. Germaniya bo'lajak kansleri Friedrich Merz oval kabinetdagi janjal haqida qiziq gap aytdi. Men Oq uydagi uchrashuvni bir necha marta qayta tomosha qildim va suhbat ohangidan hayron qoldim. Odatda bunaqa uchrashuvlarning ochiq qismi bir necha daqiqa davom etardi, lekin u yerda boshqacha bo'ldi. Bu uyushtirilgan eskalatsiyaga o'xshardi, deb Merzning so'zlarini keltirgan Европейская Pravda nashri. Germaniya bo'lajak lideriga ko'ra, oval kabinetdagi janjal AQShdagi amaldagi hukumat vijdoniga havola. Shu kunlarda Amerikada Zelenskiy kamera qarshisida Trumpdan kechirim so'rash kerakligi haqida chaqiruvlar yangramoqda. Xususan, davlat kotibi Marco Rubio ham shunday fikrda. Jurnalistlar Trumpdan Zelenskiy kechirim so'rash kerakmi deb ham so'rashdi. Lekin BBC o'z manbalariga tayanib yozishicha, Zelenskiy Trumpdan kechirim so'ramoqchi emas. Janjal bo'lgan kuni Fox News'ga intervyu bergan Zelenskiyning o'zi ham kechirim so'raydigan ish qilmaganini aytgandi. Biz voqealar rivojini kuzatib boramiz. Kunuzdan uzoqlashmang. Muhim yangiliklardan bexabar qolib ketmaslik uchun YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Biz faqat eng muhim xabarlarni saralab sizga yetkazamiz.